ijtimoiy tarmoqlarda shu videoni ko'rganimda izohlarda ayrimlar Damas'ni 100% aybdor qilib qo'yishdi. Nimaga? Tez yurgani uchun. Tez yurgani uchun shundoq ham javob beradi o'zi kelajakda. Lekin bu yerda asosiy aybdor Malibu haydovchisi. Nimaga? Yo'l harakat qoidasining 53-bandini ochib o'qinglar. Haydovchi harakatni boshlash, to'xtash, qayrilish, burilish, o'zib ketish, quvib o'tish biron bir manevr qilishdan oldin shu qilmoqchi bo'lgan manevri boshqalarga xalaqit bermasligiga, xavf tug'dirmasligiga ishonch hosil qilish kerak. Mana shunga amal qilmagan, bu yerda avariya bo'lyapti. Ikkinchidan, menimcha pоворот chirog'i ham yoqilmagan ko'rgan bo'lsanglar, 45-bandni ham buzyapti. Demak, haydovchi manevr qilishdan oldin burilishini ko'rsatish multipliklarni ham yoqish kerak. Iltimos, juda ham ehtiyot bo'linglar yo'llarda. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, qoidalarga rioya qilinglar.